Assalomu alaykum hurmatli yig'ilish qatnashchilari, hamkasblar. Bugun 2026-yil 23-aprel Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan navbatdagi tadbirkor uchun o'tkazilmoqda. Ushbu uchrashuvni mahalla bankiri Olimjanov A'zamjon o'tkazib beradi. Marhamat, kimda bankka oid, kreditga oid, umuman bank sohasiga oid savol va takliflar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. A'zamjon. Assalomu alaykum. Kimda qanaqa qiziqtirgan savol, yechilmayotgan masala bo'lsa, navbat aytsalar, joyiga qo'yamiz. Bizga 312 bo'lsa 100 million. Nima yo'nalishga? Bizga umumiy robotlanish Xizmat ko'rsatish. qo'shimcha Bilmem hujjatlar topshirdingizmi? endi topshiramiz, men maslahat so'ragan. Kerak hujjatlar topshirasiz, bank xodimi bor joy, faoliyat joyi ko'rib turgan bo'ladi, ijozat bosib berilgan, ijozat bosib chiqarilgan. Sizda nima masala bo'ldi? Assalomu alaykum. Menda masala ana mahallada ijtimoiy xodim bo'lib ishlayman. Kambag'allik reyestrida turuvchi fuqarolarga tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlar bor? O'zingiz ishlaysiz, o'zingiz nomizga olmoqchimisiz yo ularga olish uchun maslahat so'raysiz? Fuqarolarga olish uchun, kambag'allikdan chiqarish uchun nima qilish, qanday tadbirkorlikni qanday boshlash mumkin? Tadbirkorlik qilish uchun qanaqa yo'nalishlari bor? Foizlari qanaqa ularda? Chunki ularda to'lash imkoniyati ham bor, to'lash imkoniyati yo'qlari ham bor-da. Masalan, oilada chorvachilik qilishga yoki chevarchilik qo'ldan keladigan, o'zining sharoiti, oilasida qanaqa qo'ldan ish keladigan bo'lsa, uni o'sha yo'nalishga qilib beramiz. Ayollar 24%, erkaklar 25%. O'zini o'zi band qiladi, kafillik asosida qilib beramiz. Faqat o'zi imkoniyat darajasida qaysi sohada pul topa oladi? Chorvachilik qilibmi yo ayollar chevarchilik qo'ldan keladimi? Parnik qila oladimi? Issiqxona yo asalasi bormi? Qanaqadir boshlab qo'ygan ishi bor, rivojlantirib kengaytirmoqchi. O'sha yo'nalishda qilib beramiz. Faqat o'sha yo'nalishda o'zi qanaqadir salohiyati bo'lishi kerak. Ishsiz odamga o'zini band qilib, faqat oldin kreditlar toza bo'lishi kerak kelib, dokumentlarni topshirib, bundan ko'rgandan keyin joyini ko'rib, o'sha yo'nalishda tadbirkorlik qilmoqchiman desa, faoliyat joyi bor, uylarni ijaraga oladimi bor joyi. Shu joyni ko'rib, ijobiy xulosa qilgandan keyin chiqaramiz. Endi ularga hozir imkoniyatlar bor. Qarang, subsidiya bor, suvda bor.